2025-yilda Yakkasaroy tumani investitsiya va eksport sohasida muhim natijalarga erishdi. Yangi loyihalar va xorijiy investitsiyalar tuman iqtisodiyotini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Biz qilgan 8 yillik mehnatimizning natijalari endi bilinyapti. Dunyo ochilyapti bizga, investor kelyapti. Yirik loyihalar Turkiyaning Pyramid Global, Xitoyning Mega Logistics Service va Atlantis Stroy Investment, Tojikistonning Tashwell Group kompaniyalari. Tuman bo'yicha 43 ta loyiha amalga oshirildi. Qiymati 216,3 million AQSh dollari. Yangi 3067 ta ish o'rni yaratildi. 2025-yilda Yakkasaroy tumanida 530 million dollarlik xorijiy investitsiya jalb qilish belgilangan edi. Yil yakunida 59 ta korxona 549,2 million dollarlik investitsiyani o'zlashtirdi. Topshiriq 104% ga bajarildi. Rakat mahalla fuqarolar yig'ini hududida Lider bolalar maktabi nodavlat ta'lim muassasasi tomonidan qiymati 35 milliard so'mga teng bo'lgan zamonaviy maktab binosi tashkil etildi. Mazkur ta'lim maskani bolalarning bilim olishi uchun barcha zamon talablariga javob beradigan sharoitlar bilan jihozlangan. Yangi maktab faoliyati yo'lga qo'yilishi natijasida 70 nafar fuqaro doimiy ish o'rni bilan ta'minlandi. Bu esa aholi bandligini ta'minlash, ayniqsa yosh mutaxassislar uchun munosib mehnat sharoitlarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ta'kidlash joizki, ushbu ta'lim muassasasi Lider maktabning filiali hisoblanadi va asosan IT sohasiga ixtisoslashgan. Maktabda axborot texnologiyalari, dasturlash, robototexnika va raqamli bilimlarni o'rganishga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, o'quv jarayoni zamonaviy o'qitish uslublari asosida tashkil etilgan. Bobur nomli mahalla fuqarolar yig'ini hududida Marina Eco Women's Hospital mas'uliyati cheklangan jamiyati xorijiy korxonasi tomonidan qiymati 32 milliard so'm bo'lgan zamonaviy klinika barpo etildi. Mazkur tibbiyot muassasasi ayollar salomatligini muhofaza qilish, ona va bola sog'ligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, eng so'nggi tibbiy uskunalar va texnologiyalar bilan jihozlangan. Klinika faoliyati yo'lga qo'yilishi natijasida 90 nafar fuqaro doimiy ish o'rni bilan ta'minlandi. Shuningdek, ushbu loyiha hududda sog'liqni saqlash sohasini rivojlantirish hamda yangi ish o'rinlari yaratish orqali aholining ijtimoiy farovonligini oshirishga xizmat qilmoqda. Konstitutsiya mahalla fuqarolari yig'ini hududida Positive Leader Partners mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan mavjud bino sotib olinib, zamonaviy biznes markaz sifatida to'liq rekonstruksiya qilindi. Ushbu loyiha doirasida jami 130 milliard so'mlik investitsiyalar o'zlashtirildi. Rekonstruksiya qilingan biznes markazi tadbirkorlik subyektlari uchun barcha zamonaviy talablarga javob beradigan infratuzilmaga ega bo'lib, ofis xonalari, xizmat ko'rsatish va ma'muriy maydonlar bilan jihozlangan. Loyiha natijasida bugungi kunda biznes markazi faoliyati yo'lga qo'yilib, 230 nafar fuqaro yangi ish o'rni bilan ta'minlandi. Mazkur investitsion loyiha hududda ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash hamda aholi bandligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Muqimiy mahalla fuqarolari yig'ini hududida Singapur davlatidan jalb etilgan 10 million AQSh dollari xorijiy investitsiyalar hisobiga yangi o'quv binosi foydalanishga topshirildi. Natijada 150 dan ortiq yangi ish o'rni yaratildi. Ushbu o'quv binosida talabalarga zamonaviy texnologiyalar yordamida dars o'tilib, bugungi kunda rivojlanib kelayotgan sun'iy intellekt asosida dars jarayonlari o'tib kelinmoqda. Muhandislar mahalla fuqarolari yig'ini hududida Davrbank tomonidan bank va ofis binosi qurib bitkazilib, foydalanishga topshirildi hamda 200 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Belariq mahalla fuqarolari yig'ini hududida zargarlik markazi ochildi. 500 dan ortiq yangi ish o'rni yaratilib, yuqori sifatli mahsulotlar ichki va xorijiy bozorlarga eksport qilinmoqda. Eksport loyihalari 2025-yilda 150 dan ortiq eksportyor korxona 151,3 million AQSh dollarlik mahsulot eksport qildi. O'tgan yilga nisbatan 8 ta korxona va 11,3 million dollarga ko'p. Misollar: Betlis tekstil korxonasi GSP+ standart imtiyozlari doirasida Yevropa ittifoqi davlatlariga 322 ming AQSh dollari qiymatida to'qimachilik mahsulotlarini yetkazib berdi. Shu bilan birga jamiyatning umumiy eksporti 2024-yilda 8 million dollar, 2025-yilda esa 12,7 million dollarga yetdi.
Bu esa eksport hajmining bir yil ichida qariyb 59% ga oshganligini ko'rsatmoqda. Full Cotton korxonasi tomonidan tashqi bozorlarga chiqish va eksport salohiyatini oshirish borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2024-yil davomida korxona tomonidan qiymati 4,5 million AQSh dollariga teng bo'lgan tayyor kiyim-kechak mahsulotlari Rossiya Federatsiyasiga eksport qilindi. 2025-yilda esa ushbu ko'rsatkich sezilarli darajada oshib, 8,5 million AQSh dollarilik mahsulot Rossiya bozoriga yetkazib berildi. Natijada korxonaning eksport hajmi o'tgan yilga nisbatan 4 million AQSh dollariga, ya'ni qariyb 89% ga o'sdi. Apitex mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan elektrotexnika sanoati uchun mo'ljallangan to'qimachilik mahsulotlari eksporti izchil o'sish sur'atlarini namoyon etmoqda. Xususan, korxona 2024-yilda MDH davlatlariga 10,2 million AQSh dollari miqdoridagi mahsulotni eksport qilgan bo'lsa, 2025-yilda bu ko'rsatkich 12,4 million AQSh dollariga yetdi. Bu esa eksport hajmining barqaror o'sib borayotganligidan dalolat beradi. Best Color Textile mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan 2024-yilda korxona MDH davlatlariga 6,2 million AQSh dollari miqdoridagi to'qimachilik mahsulotlarini eksport qilgan bo'lsa, 2025-yilda bu raqam 9,7 million AQSh dollariga yetdi. Shu bilan birga eksport hajmi bir yil ichida 56,5% ga o'sdi. Bu esa kompaniyaning xalqaro bozordagi muvaffaqiyatini yaqqol ko'rsatmoqda. Best Color Textile mas'uliyati cheklangan jamiyat nafaqat eksport geografiyasini kengaytirmoqda, balki yangi hamkorliklar o'rnatish, sifatli va raqobatbardosh mahsulotlar yetkazib berish orqali MDH davlatlarida o'zining mustahkam mavqeini mustahkamlashga intilmoqda. 2025-yil Yakkasaroy tumani uchun investitsiya va eksport yili bo'ldi. Yangi loyihalar, xorijiy investitsiyalar va ish o'rinlari aholining farovonligi va tumanning iqtisodiy rivojiga xizmat qildi. Yakkasaroy rivojlanish va imkoniyatlar markazi.